Glikoliz mavzusini davom ettiramiz. Geksekinaza va glukokinaza fermentlari. Bu fermentlarning o'xshash va farqli tomonlarini ko'rib chiqamiz. Joylashuvi. Geksekinaza barcha hujayralarda uchraydi, faqatgina jigar va pankreatik beta hujayralardan tashqari. Ya'ni mustasno bo'lyapti. Jigar va pankreatik beta hujayralar. Glukokinaza bo'lsa, jigar va pankreatik beta hujayralarda uchraydi xolos. Boshqa hujayralarda uchramaydi. KM darajasi. KM darajasi nima deyilsa, bu substratning konsentratsiyasi desak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerga yozamiz glut. Glut 1 misolda ko'radigan bo'lsak, glut 1 ning KM darajasi 1 millimol. Ya'ni glut 1 ning KM darajasi 1 millimol bo'lyapti. Ya'ni KM substrat nima deyilsa, glukoza. Substratning konsentratsiyasi. Ya'ni glut 1 dagi misoli 1 millimol deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni KM darajasi past bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek glut 1 misolda ko'rib chiqamiz. KM darajasi past, ya'ni 1 millimol, moyilligi esa yuqori bo'lyapti. Ya'ni glut 1 qayerlarda uchrar edi? Eritrositlarda uchraydi. Ya'ni eritrositlarning moyilligi yuqori. Nimaga? glukozaga. Lekin KM darajasi ko'rib turganingizdek past hisoblanadi. Glukokinazaniki bo'lsa yuqori, ya'ni KM darajasi yuqori bo'lyapti. Moyilligi esa past. Bu qaysini ko'ramiz desak, bu glut 3 da ko'ramiz. Chunki glut 3 15 millimol. Ya'ni glut 3 niki 15 millimol. Ya'ni KM darajasi yuqori bo'lyapti, moyilligi esa past. Ya'ni bu pankreatik beta hujayralar va jigar hujayralari bo'lishi mumkin. Vmax darajasi, ya'ni reaksiyaning maksimal tezligi deydigan bo'lsak, bu past hisoblanadi. Sig'im ham past hisoblanadi. Chunki eritrositlarda reaksiya past bo'ladi, ya'ni reaksiya past. Maksimal tezligi past, sig'imi ham past bo'ladi. Eritrositlar miyada glukozaning zaxira shakli juda kam bo'ladi. Glukokinaza misolida ko'radigan bo'lsak, ya'ni glut 3 misolida ko'ramiz, ya'ni geksekinazani yuqori, ya'ni jigarda yuqori sig'imga ega. Ko'rib turganingizdek, ham KM darajasi yuqori, ham maksimal tezligi yuqori glut 3 da va sig'imi ham yuqori. Chunki jigar o'ziga zaxira shaklida o'tkazib oladi. Maksimal tezlikda yuqori sig'imga ega jigar hujayralar insulin tomonidan qo'zg'atiladi. Yo'q, insulinsiz ham ishlaydi. Ya'ni geksekinaza insulinsiz ham ishlaydi. Chunki eritrositlar va miya hujayralarimiz insulinsiz ham ishlaydi. Ya'ni qandli diabet kasalliklarida ham insulin shart bo'lmaydi. Glukozani eritrosit va miya hujayrasiga kirishligi uchun. Lekin glukokinaza insulin bilan ishlaydi. Yetishmovchiligida diabet kelib chiqadi. Ingibrlanishi glukoza 6 fosfat orqali geksekinaza ingibrlanadi. Fruktoza 6 fosfat orqali glukokinaza ingibrlanadi. Bu ana shu glikoliz reaksiyasidagi birinchi mahsulot va ikkinchi mahsulot hisoblanadi. Reaksiyaga javobgar fermentlar asosan 3 ta: geksekinaza yoki glukokinaza, fosfofruktokinaza 1 va piruvatkinaza hisoblanadi. Ya'ni bular glikolizni boshqaradi. Glikoliz regulyatsiyasida mana shu fermentlar qatnashadi, asosiy rolni o'ynaydi. Mana bu yerda sxematik tarzda ko'rsatib o'tilgan, ya'ni glukozadan glukoza 6 fosfat hosil bo'lishda geksekinaza yoki glukokinaza fermenti ishtirok etadi va bu jarayonga glukoza 6 fosfatni geksekinaza ingibrlayapti. Buni yuqorida ham gaplashib chiqdik. Fruktoza 6 fosfat bo'lsa, glukokinazani ingibrlayapti. Fruktoza 6 fosfatdan fruktoza 1,6 bisfosfat hosil bo'lyapti. Fosfofruktokinaza 1 ishtirokida va mana shu jarayon tezlikni cheklash bosqichi hisoblanadi. Ya'ni tezlik asosan shu fosfofruktokinaza 1 orqali boshqariladi va bu jarayonga AMF,
fruktoz 2,6 bisfosfatlar musbat ta'sir ko'rsatyapti. ATF bilan sitrat bo'lsa manfiy ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni unga birlovchi ta'sir ko'rsatyapti. Va shu yerda aytib o'tish kerak, bu jarayonlarda ATF sarflanadi. ATF sarflanadi. 1 bisfosfoglit-siratdan 3 fosfoglit-sirat hosil bo'ladi. Fosfoglit-sirat kinaza ishtirokida va bu jarayonda ATF hosil bo'ladi. Va fosfenol piruvatdan piruvat hosil bo'ladi. Piruvat kinaza ishtirokida bunda, ya'ni bu reaksiyaga fruktoza 1,6 bisfosfat musbat, ya'ni stimullovchi ta'sir ko'rsatadi. ATF, alanin, glukagon bo'lsa unga birlovchi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu jarayonda ham ATF hosil bo'ladi. Eritrositlarda glikoz jarayonining boshqa hujayralardan farqi, ya'ni eritrositlarda biroz boshqacharoq glikoz amalga oshadi. Ya'ni 1 bisfosfoglit-siratdan 3 fosfoglit-sirat hosil bo'lishi kerak edi, lekin eritrositlarda 1 bisfosfoglit-siratdan 2-3 bisfosfoglit-sirat hosil bo'ladi. Ya'ni bisfosfoglit-sirat mutaza ishtirokida va 2-3 bisfosfoglit-sirat keyinchalik 3 fosfoglit-siratga aylanib glikoz reaksiyasini davom ettiradi. Ya'ni 2-3 bisfosfoglit-siratning hosil bo'lishining ahamiyati bor. Ya'ni 2-3 bisfosfoglit-sirat gemoglobinga ta'siri qanday deyilsa, 2-3 bisfosfoglit-sirat gemoglobin bo'lsa, ya'ni gemoglobin 2 ta alfa va 2 ta beta zanjiri bor. 2-3 bisfosfoglit-sirat hosil bo'lgandan so'ng ko'rib turganingizdek beta zanjirlarga birikib oladi va bu birikishi kislorod egri chizig'ini o'ngga siljitib yuboradi. Ya'ni 2-3 bisfosfoglit-sirat beta zanjirga birikkandan so'ng gemoglobin kislorodni o'ziga biriktira olmay qoladi va bu hujayralarni kislorod bilan to'yinishini yaxshilaydi. Chunki gemoglobin hujayraga borgandan so'ng 2-3 bisfosfoglit-sirat hosil bo'ladi va kislorod gemoglobinga birikmaydi-da, hujayra ichiga kirib ketadi. Kislorod egri chizig'ini o'ngga siljishga ta'sir etuvchi omillar. Bular gemoglobinni kislorodga to'yinishini kamaytiradi. Bularga qaysi jarayonlar desak, pH ko'rsatkichini pasayishi, ya'ni atsidoz holatlari, 2-3 bisfosfoglit-siratning ortishi, buni yuqorida gaplashib chiqdik. Ya'ni karbonat angidridning ortib ketishi egri chiziqni o'ngga siljitib yuboradi va haroratning ortishi ham egri chiziqni o'ngga siljitib yuboradi. Glukoza sensor tizimi. Ya'ni buni gaplashib chiqamiz. Glukoza sensor tizimi, ya'ni mana bu yerda pankreatik beta hujayralar glukoza miqdori ortgandan so'ng glutikka orqali pankreatik hujayralar kiradi, ya'ni pankreatik beta hujayralar. Va bu yerda glukokinaza ishtirokida glukoza 6 fosfatga aylanadi. Piruvat, Krebs sikli va ATF hosil bo'lgandan so'ng bu ATF kaliyni hujayra tashqarisiga chiqishini ta'minlaydi va depolarizatsiya bo'ladi-da. Kalsiy hujayra ichiga kirgandan so'ng pankreatik beta hujayralardagi, ya'ni vezikula ko'rinishdagi insulinni hujayra tashqarisiga chiqarib beradi. Va bu jarayonga siklik AMF ham o'zini stimullovchi ta'sirini ko'rsatadi. Bu vezikula ko'rinishdagi insulin hujayra tashqarisiga chiqadi va shu glukoza sensor tizimi deyiladi. Ya'ni glukozani konsentratsiyasi ma'lum darajaga yetgandan so'ng insulin qonga ajralib chiqadi. Va bizda neonatal birinchi tip qandli diabet kasalligi bor. Bunda glukokinaza defitsit bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda glukokinaza defitsit bo'ladi. Yetishmagandan so'ng glukoza pankreatik beta hujayralarga kirmaydi va insulin ajralib chiqmaydi. Natijada neonatal birinchi tip qandli diabet kelib chiqadi. Piruvat kinaza yetishmovchiligi. Ya'ni organizmda piruvat kinaza yetishmasa, defitsit bo'lsa, eritrositlarning gemoliziga olib keladi. Ya'ni bu yerda ko'rib chiqsak, eritrositlar anaerob glikoz natijasida 2 mol ATF hosil qilar edi. Va mana shu ATF hosil bo'lishida
piruvat kinaza fermenti ishtirok etadi. Şöyle rasm qilib chizamiz. Ya'ni piruvat kinaza defitsit bo'lsa, ATF hosil bo'lmaydi. Natijada mana shu rasmni eritres deb tasavvur qilsak, eritres hujayrasining ichida natriy miqdori ko'payib ketadi. Natriy miqdori ko'payib ketadi va eritreslarning gemolizga sabab bo'ladi. Yana eritres ichida natriy ko'payib ketadi va suvni o'ziga tortib, eritreslar gemoliz bo'ladi. Ya'ni mana bu ATFning vazifasi hujayra membranasidagi natriy kaliy ATFaza fermenti bor. Ya'ni natriyni hujayra tashqarisiga, kaliyni hujayra ichiga olib kirib berar edi. Mana shu jarayon amalga oshmaydi. Ya'ni hujayra tashqarisida kaliy desak, natriy hujayra tashqarisiga, kaliy bo'lsa hujayra ichiga kiritib beradigan ferment natriy kaliy ATFaza hisoblanadi. Mana bu ATF bo'lmagandan so'ng natriy hujayra ichida ko'payib ketadi va kaliy hujayra ichiga kirmaydi. Natijada natriy osmotik aktiv bo'lgani uchun suvni o'ziga tortadi va eritreslar shishib ketib gemolizga uchraydi. Va bu ekstravaskulyar gemoliz deyiladi. Ya'ni qon tomiridan tashqari. Ya'ni bu jarayon taloqda amalga oshadi va taloqni kattalashishiga, ya'ni splenomegaliyaga olib keladi. Splenomegaliya kuzatiladi piruvat kinaza defitsitida.